Operatsiyaga bo'lgan vaqtda rizochiligimni so'rab ketdim. Hatto otamga ham aytmadik, ota, ko'nib qaytib kelaman deb ketdim. O'g'il bola yo'lini topib ketadi. Qizlar qidirib kelsa, men yo'q bo'lsam. Ayolni ko'pincha nozik, his-tuyg'ularga beriluvchan va albatta ko'ngilchan inson sifatida tasavvur qilish odatiy holga aylangan. Biroq bugungi qahramonimiz Ermatova Umida opa hayotida boshidan kechirgan sinov va qiyinchiliklarni har kim ham tushunib yeta olmaydi. Keling, bu murakkab yo'l va sabr matonat haqida Umida opaning o'zidan eshitamiz. Yo'nidan Ermatova Umida bo'laman. Boshimda bosim kuchli bo'lganligi sababli doktorga bormasdan burun 3 yil, 4 yil davolandim. Bundan 2 yil burun Toshkent tashxisini eshitib qolib, tomografiyaga tushib Toshkentga borib, keyin tekshirtirib kelib, 15 kun borib operatsiya qildirib kelganman. Men endi o'zim bilmagan holda shamolatib qo'yib, 1 yildan beri 15 kun o'kil olaman, 15 kun yaxshiman. O'zgarishlar 1 kun, 2 kun o'tishi bilan Pilis tomonga o'tishni boshladi, xudo xolasa. Bekzatjonda klinikasi borligini vaqtliroq bilganimda operatsiya qildirmasmidim. Endi biz bilmaganmiz buni. Kasallik boshlanganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa qildirganimga, undan 2 yil, 3 yil burun boshlangan edi. Hamma yaxshi yer yetsa borib davolan, hamma lecheniyasini oldim. Baribir bo'lmadi. Endi mana kech bilgan bo'lsagan Bekzatjon klinikasiga keldik. Doktorlar ham, sestralar ham hammasi juda muomalasi yaxshi. Endi xudo xolasa, shu yerda lecheniyani olib chiqib ketsam, aprel oyida borishim kerak edi. Bormay shetdan xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqib ketsam, qon aynalish sistemasida bunday kista bo'lib to'sib qo'ygan. Shuning uchun boshimda bosim nihoyatda kuchli bo'lgan. Bag'i yurakka berib yuborgan, oyoq bilan qo'lga bergan. Shuning uchun majbur bo'ldim operatsiya qildirishga. Mana Xudoyimga behisob shukr. Umrimdan, rizqimdan bor ekan, yashayapman. Endi bundan ham buyog'iga shu Bekzatjonni bildim mana. 3 oydami, 6 oydami kelib bir kunlik lecheniyani olaman, xudo xolasa. Bundan boshqa doktorlarni bunday darajada ko'rmagan edim. Hammasi muomalalari, sestralar. Birda o'zi ham o'ziga yaqin tutib nihoyatda yaxshi gapirar ekan. Kecha bu sinimga gapirdim. Bu sinim orqali keldim hozir o'zim menam. Bultur buni ko'rgan kelganimizda ko'nglimga ketuvdi, men unda yaxshi edim. Undan keyin mazzam qochdi-da meni. Endi xudo xolasa bundan buyog'iga Toshkentga borib yotmasdan moddiy tomondan ham yordam bo'ladi uyimdagilarga. Ham yaqin. Toshkentga borib olsangiz, oziq-ovqatingizni birov havola olmaydi. Beyda jinday uzoq bo'lsa ham kelib ketishyapti mana. Xudoyimga ming qatlashib. Chekka kelib o'sha 3 oy deydimi, 6 oy deydimi, kelib lecheniyasini olib davolanib ketishga harakat qilamiz. Deganingizdan keyin uydagilar ham nihoyatda yaxshi gapirishdi. Bu operatsiyaga bo'lgan vaqtda hamma ishimni tinchitib qo'yib, rizochiligimni so'rab ketdim. Hatto otamga ham aytmadik, ota, ko'nib qaytib kelaman deb ketdim. O'zayim ama qo'rqdi. Meni qiynalganimni ko'rishni xolamadim. Deganimdan keyin nihoyatda hozirgacha parvarishimni qiladi. Ish qilmayman, faqat kalaskaga bolani o'tkazib berishadi. Yerlarni esladim. Men o'tib ketganlarni esladim. Shularni oldiga boramanmikan deb, ketib qolamanmikan deb esladim. Ulardan keyin bolalarimni esladim. O'g'il bola yo'lini topib ketadi. Qizlar qidirib kelsa, men yo'q bo'lsam. Xudoyimga behisob shukr. Umrimdan, rizqimdan bor ekan mana. Enamizga yozganni ko'ramiz ekan.
yaxshi bo'lib ketsa, mana bu oy tomografiyaga ham tushmay qo'yaveraman. Har 6 oyda tushib, Toshkentda ko'rinayman deyapman. Bir qancha pulni sarflab, endi mayli, Xudoyimga behisob shukr. Lekin tomografiyaga ham tushmasdan shu doktorga kelib ko'rinib, undan bu yog'iga. Avvalo kasal bo'lmasin hech kim. Avvalo kasal bo'lmasin. Kecha qo'shnilarim ham ko'rgan, kelishib, yaxshi doktor ekan deyishib ketdi mana. 3 yil 4 yilgacha 3 kilodan ortiq yuk ko'tarmaysan degan. Shuning uchun bolani hatto to'smayman. To'sib berishadi. Xuddi o'sha ishlarni qilaman, chunki o'zimga e'tibor berishim kerak. Men harakatdan to'xtamayman-u, faqat yuk ko'tarmayman.